Assalomu alaykum velosiped ishqibozlari. Mana Monster bilan birga bir ishlangan velosipedimizni Toshkentga chiqarib beryapmiz. Juda ham moshniy velosiped hisoblanadi. Oldi orqa jitkis tormozlik. Ko'rinishi mana bunday holatda. Rossiyada ishlagan akalar bo'lsa, Monster velosipedini juda yaxshi bilishadi. Motor quvvati ham 1000 vatli bo'ladi, akkumulyatorlari 60 ga 20 lik, juda baquvvat bo'ladi. Bitta zaryadida 70 kilometrdan 90 kilometrgacha masofani bemalol bosib o'tsanglar bo'ladi. Mana akalar. Tezliklari ham 55-60 tezlikka bemalol ko'tarila oladi. Xuddi shunday holatda. Pastavkalari bor, telefon qo'yib zaryad qilib ketish imkoniyati bo'ladi. Signal поворотлari, mana mejigarlari bor bu yoqda. Qaranglar. Поворотлari bezzuk. 3-skoroskga qo'yib parkovkadan chiqarib, оборотini ko'ramiz. Mana akalar. Juda baquvvat yangilik velosipedlardan. Agarda kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xohlasa O'zbekiston bo'ylab dostavka qilib beramiz. Narxlari $500. Taksi akamiz kelib qarab turibdi. Xudo xohlasa jo'natib beramiz. Kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Xohlovchilarga benzinlik varianti mana, cho'ntak skuterlar, qo'sh faralik yangilik modellar. Bu tarafda esa mana qo'sh faralik dugalik variantlar. Har xilidan bor mana. Bular ham dugalik. Tesla modellari bor. Cho'ntak modellar, tank modellar, 3 oyoqlik. Bu yoqda dugalik mana 20 ballonlik velosipedlar akalar. Kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar.